Assalomu alaykum Sharxonli aka-ukalar. Do'konlar ochib olganmiz. Kelaverasizlar. Aka-ukalar, yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa mana kelaverasizlar. Aralashma donlar, yemlar, hamma narsamiz bor. Chorva bo'yicha nimaki mahsulot bo'lsa hammasidan bor. Bu yoqda kepaylarimiz. Kepaylar ham o'ta ham mayin holatda. O'ta ham mayin. Kepaylarimiz ham arzon narxlarda qilaveramiz. Kunjaralar bor. Kunjaralar 5,5 dan beramiz aka-ukalar. Mana lappay kunjara. Yaxshisidan, yog'ligidan. O'ta zo'r chiqyapti shu kunjaralarimiz. 5,5 mingdan qilib beraveramiz optim narxida. G'o'zapo'choqlarimiz bor. Siloslarimiz yangi partiya kelgan. Makkali, mayin, o'ta ham zo'r holatda. Ularni ham arzon qilib beraveramiz aka-ukalar. Beda prisimiz, yer yong'oq prislari ham bor. Ularni ham arzon narxlarda chiqarib beraveramiz optim donaga. Tarvuzlarimiz kelgan, kecha yangi tarvuz tushirdik akalar. O'ta ham qip-qizil shirin chiqyapti. Bular ham kelsanglar, ularni ham arzon qilib beramiz. Sharxon bo'ylab dastavkamiz bepul. Telefon qilsanglar gaplashaveramiz. Musofirda aka-ukalar ham telefon qilinglar, gaplashaveramiz.